Dacha kerakmi akalar? Kunlar juda ham isib ketgan. Dachadan yaxshigina pul kelib turibdi hozir. Eng zo'r bizneslardan biri bu qurilish, dom sotish va dacha qurib odam qo'yish bo'lib qolgan. Hozir zo'r lokatsiyaga kelganmiz. Sizlar bilan shuni obzorini qilamiz. Bu videoni dacha qurmoqchi bo'lib yurgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying, qani ketdik. Ko'chalari ko'rasizlar, sokin, tinch, tixonka. Hop, kirib kelamiz. Bu yerda asosiy bino tushgan. Yerimiz umumiy 6 sotix. Hop, uyimizda 3 ta xona, oshxona, hammom, tualet, tepada mansardasi ham bor. 6 sotix, to'g'ri burchak. Ko'rasizlar, mana bu yoqqa daraxtlar ekib qo'yilgan. Bu yoqqa o'tiramiz, mana bu uyimizning tegi podvol bo'ladi. Hop, bu yerda mana basseynlar ham joylashtirilgan. Uyimizda mana 3 ta xona ketmagan, birinchi xona, ikkinchi xona, uchinchi xona, undan keyin oshxona joylashgan. Sanuzel ham shu yerda joylashgan. Bu yoq ayvon yo'liga ham krevetlar qo'yib, yotsa bo'ladigan qilib qo'yilgan. Bu yoq pastki tarafimizda stol qo'yilgan, o'tiradigan joylar qilib. Bu yoq tarafda, chap tarafda oshxona joylashtirgan, letniy yozgi oshxona, qozon o'choq. Bu yoqda saunasi bor, ozgina saunaga qarab olish kerak. Toshkent viloyati Piskent tumani bo'ladi. To'ytepadan где-то bir 15-18 kilometr ichkari kirganingizda yo'l yuziga ham bor yo'g'i 200-300 metr bo'lyapti. Kiraverishga yaqin va qulay ekan. Narxini startli $39.500 deyaptilar. Telefon qilsangiz kelishadigan joyi bor. Qiziq bo'lsa dachamiz pastdagi raqam yozib qoldiraman, telefon qilaverasiz.